Assalomu alaykum. Qirg'iziston Respublikasidan Jannasti degan kishi savol beribdilar. Dori olsak garantiya bormi? Bolamda Svish kasalligi bor deb. Ha, garantiya bor dori olsangiz. Svish kasalligi bilan og'rigan bemorlar bizning dorimizni olib 100% sog'ayib ketyapti. Bizni aytadigan qonun qoidamizga albatta rioya qilish kerak bo'ladi. Salomat bo'ling. Sardor Sultonov degan kishi savol beribdilar. Psoriaz kasalligiga davo bormi deb. Psoriaz kasalligiga davo bormi degan savol beribdilar. Ha, psoriaz kasalligiga davo bor. Bizning dorimiz juda yaxshi effekt, yaxshi samara beryapti. Bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Faqat biz aytadigan qonun qoidaga, farizga qat'iy rioya qilishingiz kerak. Shunda natijaga erishasiz inshaalloh. Mohi degan kishi savol beribdilar. Tabib tirikmilar, nima uchun kam ko'rinyapsiz degan ma'noda. Mani kam ko'rinishim bu menga bog'liq emas, bu men bilan ishlaydigan blogerlarga bog'liq. Agar blogerlar vaqt topishsa, men bilan suhbat qilishadi va sizlarga ma'lum qilib turishadi suhbatimizdan. Bu blogerlarga bog'liq. Men ishlab turibman, hammasi joyida, yaxshi alhamdulillah. Gulbahor degan kishi savol beribdilar. Grijaga davo bormi deb. Birinchidan grija deganda grija ikki xil bo'ladi hozir. Qorin grijasi bor, shuningdek disgrija umurtqa cho'rasi bor. Men buni umurtqa cho'rasi ma'nosida tushunyapman hozir. Agar umurtqa cho'rasi sizda mavjud bo'lsa, unga davo bor. Qorin grijasi uchun bu bizga daxl qilmaydi. Buni vrachlarga murojaat qilasiz. Asror degan kishi savol beribdilar. Menga osteoporosis bor deb, osteoporosis bor deb savol beribdilar. 6 oy oldin operatsiya qilgandim, yana paydo bo'ldi, qaytalandi deb savol beribdilar. Endi shunday bo'libdi, tadbirlar bor ekan. Agar bizga murojaat qilsangiz, dori beramiz. Xudo xolasa tartib bilan sog'ayib ketadi inshaalloh. O'sha Svish kasalligiga foyda qiladigan narsa bunga ham foyda qilyapti odamlarga. Alhamdulillah. Zulfizar degan kishi savol bergan ekanlar. Gemoroy kasalligiga davo bormi deb. Ha, alhamdulillah bizga gemoroy kasalligiga davo bor. İçadigan sirop beramiz. Shu siropni ichib turadilar. Kuniga bir mahal ichib turadilar. Shu bilan to'liq sog'ayib ketadilar, xudo xolasa. Dilnoza Qodirova degan savol beribdilar. Svish kasalligidan operatsiya bo'ldim, yana qayta oqayapti. Shunga ham davo bormi deb savol beribdilar. Alhamdulillah bu kasallikka ham davo bor. Operatsiyadan keyin qayta oqayotgan bo'lsa ham davo bor. Buni murojaat qiling, dorisini beramiz, sog'ayib ketadi va boshqa oqmaydigan bo'ladi inshaalloh. Yana savol bo'lgan ekan, Svish to'ri ichakda emas, boshqa joyda. Shunga ham davo bo'ladimi doringiz deb savol beribdilar. Ha, albatta, xudo xolasa boshqa Svish to'ri ichakda bo'lmasa, boshqa joyda bo'lsa ham bu foyda beradi, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilib dorini olib foydalanishingiz mumkin va bu tartibdan xudo xolasa sog'ayib ketasiz inshaalloh. Agar yana menga savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishlaringiz mumkin. Haftaga bir marta o'zimcha rejalashtirganman, chiqish qilishim mumkin, savollaringizga javob berishim mumkin. Salomat bo'linglar.